Mayli onasi, men ishga ketdim. Shoshmay turing. Nima yana, ha? Hozir. Ana bo'ldi. Endi bemalol ishga ketsangiz bo'ladi. Ilohim, iloyim ishingiz rivojini bersin. Allohu akbar. Tinchlikmi? Javuzingga qarab qopsa? Voy, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Men yaxshiman. Savolimga javob bermading. Ba'zi bir ayollar bor adasi, turmush o'rtog'i uchun emas, ko'chadagi begona insonlar uchun ko'chaga boyanib chiqadi. Shu tufayli ham hozirgi kunda jamiyatimizda ajrimlar ko'p. Nima qilsa? Mashinangizni o'ynasam qo'yib Tozalikda baraka bor-da adasi. Ha, to'g'ri aytasan. Baraka top. Onasi, nima qilsa? Voy, assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Qara onasi, senga bitta savolim bor. Agar to'g'ri javob bersang, bitta zo'r sovg'aman bor. O, zo'r-ku, qanaqa savol? Onasi, men senga ko'p e'tibor bera olmasam ham, nimaga sen menga mehr berasan? Kerak bo'lsa har kuni ishga ketayotganda oyoq kiyimlaringgacha tozalab artib qo'yasan. Nimaga? Erkak kishi ko'chaga oilasi uchun o'limni bo'yniga olib chiqib ketayotgan bir paytda men senga berayotgan mehrim nima bo'pti adasi? Senga shunaqa tarbiya bergan ota-onangga. Ne rahmat onasi. Aytgancha onasi, mashinani bagajida narsam qolib ketibdi. Shundan o'shani olib kirib bering, ha? Xo'p. Ayol, sening husn va tarovatingni ming bor kuylasam gar ado bo'lmas.